O'tgan kelishimizning oxirida hurmatli vatandoshlar bir ishga gap qilaylik deb qilamidik. Vaqt e'tibori bilan bugun bir gap qilaylik. Hozir mush leksiyaning oxirgi leksiya qaranglar. Jungo hozir Jungoning ishki qismida qurilgan chet el shirkatlari, mayli Germaniya, mayli Yaponiya, mayli Amerika shirkatlari bo'lsin. Hani başta degandek, a'zolari 3 nafardan oshgan bo'lsa, partiya a'zolari bu shirkatlarda partiyaga chakisi qarash kerak. Ko'rdingizmi? Bizde meçitlerimizde bayrak astı. Ballarımızda bayrak çıkarış, Uygurlarına bayrak çıkarış zorladı. Kızıl bayrakın Uygurların ağzını çişiltip koydu. Uygurlar nimege okşap kaldı deyip ağırınıp yürüp tok hürmetlik vatandaşım. Körek mi atamaş yani? Germaniya gartiki. Şu yak çoğun devletinin birisi. Katta devlet Germaniya. Hazır Germaniya şirketlerinin Beijing'de turuşu gelsen sen bu şirkette partiye çekiş kuruşka. Maqıl deyişi kerak. Gördünüz mü bu gapni? Bu zo'ravonlik mi, o'ziga ishonganlikmi yoki muttahamlikmi bilgin olmaydi. Bu Germaniya bu boshqa bir davlat-ku. Shirkat qurgan bo'lsa, sening nizomnoman qoidang bor, balki yoki partiyaga chekish qurman deyish boshqa. Endi yaqindan beri sizlarga ba'zi Chavshan to'g'risida leksiyalar so'zlab kelyapmiz. Bo'lib, bu 4-oydan boshlab bu Chavshanning vaziyati kaskinlashga boshlagan hozirgacha shunday bo'lib keldi. 29 günü yana 2 aylık cimlikten keyin Chavshan yana raketa qo'yib berdi. Vatandoshim men siz bilan birga shunday hayronki, sizin balki shunday hayron. Biz bunun hayron bo'lamiz. 4-oydan boshlaganda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi taki hozirgacha Chavshan masalasini Jungo hal qilish kerak. Jungo Chavshan masalasida yaxshi ishlarni qilyapti. Xi Jinping yaxshi odam. Chavshanga hozir Jungo eg'ir besim ishlatdi. Lekin mushuni prezident Trump to'xtamay, mushu 1 yilga yaqin vaqt ichida 4-oyning 7-kunida hisoblaganda hozirgacha takrorlab keldi. Biz endi odatdagi odamlar shunda qaraymizki, shunda nazar solamizki, bu orliqda o'ylab boqaylik yo'ldoshlar, bu Chavshanga Jungo zoti nima ish qildi? Yaqinda ko'vrikni taqabdi. Orliqda bir ko'mirni import qilmayman debdi. Undan keyin bugun yana nima deydi? Asosi xalqaro besim neftni to'xtat debdi. Masalan, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakiliniki Xoley dediki, sen Chavshanga yo'llayotgan xom neftni to'xtatishing kerak dedi. Bir qancha qatim dedi, lekin Jungo to'xtatmabdi. Jungo hozirgacha Chavshan masalasida Amerika bilan hamkorlashib, zodi Chavshanga nima besim ishlatdi? Ben bunu hiç qanday ko'rib yetmedim. Belki sizlar mi ko'rib yetmedinglar vatandaşlarım. Biroq Amerika yaxshi gap bilan, sal qattiqroq gap bilan deyli, masalan, Saudiya embargosi degandek. Gap bilan Jungoga o'zliksiz holda shundoq taklif fikr berib keldi. Hamkorlashimiz Chavshan masalasini qilamiz. Chavshandan hech qanday bir sado yo'q. Yoki nima? Jungo'dan hech qanday bir sado yo'q. Biz mandaq besim ishlatdik deydigan bir sado yo'q. Yoki biz mandaq tadbir qo'llarimiz deydigan bir sado yo'q. Demak, vatandoshim 1 yil tugadi. Hisobda 1 yil tugadi. Endilikdagi olimizga 29-kuni yana raketa qo'yib bersa, bu raketa ushab hozir Amerika quruqligiga, hatto Washington atrofiga keladigan raketa ekan deydi. Bundaq raketa aldida albatta Amerika xalqi ham, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati ham albatta tahdid his qiladi. Endi hozir bugunlati ifoda bildirishda prezident Trumpning ifodasi o'tgan ifodalarga qaraganda yumshoq bo'ldi. Yani bir yerda qanday strategik maqsad bor, buni tushungan bo'lmaydi. Lekin men shuninga hayronman. Prezident Trump izchil holda yumshoq qo'lliq bilan ta'kidlab keldi. Jungo qo'shilish kerak. Jungo ta'sir ko'rsatish kerak. Jungo Chavshanga besim ishiltish kerak. Jungo neft import va eksport qilishni to'xtatish kerak. Chavshanga embargo siyosati masalan bexatarlik komitetining belgilamasi bo'yicha Chavshanga embargo siyosati yurgizish kerak. Lekin Jungo tavrab qo'yman. Ben bunun hayron bo'lib yetolmadim. Bugun oxiri buni tahlil qilishdan o'zim zerikkandek bo'ldimi? Nima bo'ldi vatandoshim? Men bugun bu masalani sizlarga tashladim. Sadece nima? Jungo Amerika bilan hamkorlashib, zodi Chavshanga nima besim ishlar? Esinglarda borki, bu yil 3-oyning 19-kunida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson Beijingni ziyorat qilishdan burun
Sözen Toronto Hanım, Asya İşleri Boyutu Yardımcı Devlet İşler Katibi. Sözen Toronto Hanım şundak degan idi ki, biz Jungo bilan intayin zor hamkorlashib masala hal qilamiz. Shundan keyin Jungo hamkorlashgan bo'lishi kerak, hamkorlashishi kerak edi. Lekin konkret Jungoning hamkorligi nima? Hech nimani ko'rolmadik, hurmatli vatandoshlar. Endi hozir alayli, bugun Prezident Trump hukumatining og'zida uning siyosat doirasida va yoki siyosat belgilash ob'ekti bo'lib turayotgan Chavshan bir qarasangiz, o'tgandagi leksiyamiz dedik, nima dedik? Endi Chavshan masalasidan boshqa Janubiy dengiz va Tayvan qatorliq masalalar degan so'zni o'tganda so'zildik. Shunda qaraganda u vaqtda shu leksiyaning so'zi bilan aytganda, balki Chavshan masalasi bu yerda qistirma qo'yga aylanib qolishi mumkin. Qistirma qo'y deganda bugun jiddiy masala. Atiganlik o qistirma qo'y bo'lib qolishi mumkin. Chunki bu yerda ehtimol atiganlik ziddiyatlar oshkorlanishimiz. Bu yerda hal qiladigan masala tagi-tagini aytganda Chavshan masalasi emas. Chavshanni yulayotgan, Chavshanni qo'llayotgan, Chavshanga madad berayotgan, balki Chavshanning orqada turib ishga harakat keltirayotgan Jungo masalasini hal qilish deydigan gap o'tirg'i chiqamdi yoki nima? Hozir men so'zlab kelyapmiz, tahlil qilib kelyapmiz, ko'ryapsiz vatandoshlar. Endi oxirgi hisobda bu har oyda degidek bir qatimdi. Bu qatim 2 oyda bir qatim bo'ldi deyli. 2 oyda bir qatim portlatdi deyli. 29-kuni yana bomba, raketa qo'yib berdi. Bu Yapon dengiziga berib tushdi desa bu masxara oldu bu. Xalqaro jamiyatni masxara qilyapti Chavshan. Men qo'y hukm qilib shunday deymanki, hozir xalqaro jamiyatni masxara qilayotgan Chavshan otliq Jungo. Chavshan degan ismni chiqarib qo'yib, xalqaro jamiyatni masxara qilayotgan Jungo. Bugun ko'ring, Germaniyaning shirkatlariga partiya chaqirish quraman deb. Oldimizda 11-oyning 30-kunida 12-oyning 3-kunigacha Beijingda 100 necha davlatdagi siyosiy partiyalar, har xil partiyalar Beijingga chaqirib, xalqaro yig'in chaqirdigan bo'ldi. Buni desanglarda Bakenko 20-asrning 60-yillarida sobiq Sovetlar Kompartiyasi Moskvada xalqaro kommunizm harakatida taraf-tarafda qurilgan kompartiya a'zolarini yig'ib olib Moskvada yig'in chaqiradi. Hozir Xi Jinping shuni o'rgandimi qandoq? Endi hozir oldimizda 120 davlat ichidagi siyosiy partiyalarning doiralari boshlig'ini chaqirib yig'in chaqirdigan. Endilikda Germaniyaga sening shirkatingni partiya ejak bu qaltish o'nab ketgan zo'rliqi bu. Lekin bizning prezidentimiz Trump nima deydi? Jungo yordam qiladi. Jungo Chavshanga besim ishiltidi. Besim ishiltish kerak. Jungo ta'sir ko'rishi kerak. Men mana qarab keldim, siz bilasiz, 4-oyning 7-kunidan taka hozirgacha Chavshan o'zliksiz holda atom, yadro sınığı, raketa, andan keyin elib yurguchi raketa sinoqlarini qilib bo'ldi. Hozir 6-qitim vodorod bombasidan birini portlatgandan keyin 6-qitim yadro bombasi portlatish hisoblandi. Shu darajaga qilib keldi. Bu 1 yil ichida asosiyatdan Chavshan hech qachon sinoqni to'xtatib qo'yib, Jungo nima ish qildi? Qani Jungoning ko'rsatgan ta'siri? Nima ta'sir? Men bunun hayranman. Bundaqda Amerika hukumatiga savol qo'yolmaymiz. Amerika bu bir buyuk hukumat. Biz bu oddiy grajdan, davlatda grajdan bo'lib yashayotgan odam. Lekin shundaqdimi biz shuni tahlil qilib kelayotganda endi biz buningga duch kelgan vaqt albatta mana shunday savolni qo'yamiz. Endi boshda ko'rdik. Endi asosan bu yangi yildan boshlab Jungo Amerika o'rtasida savdo urushi portlash mumkin. Bo'lib shu 6 oy ichida yoki 1-oydan boshlab savdo urushi portlash mumkin deydi. Oxirgi leksiyamizda nima dedik? Bu qatim Jungo bilan Amerika o'rtasida portlaydigan savdo urushi vayron qilish xarakterli savdo urushi. Buningda Xudo saqlasin, Uyg'ur xalqini Xudo saqlasin. Bunda savdo urushi bo'lganda qo'g'on tavbi setib, dehonga urugini setib, chamug'rini setib, jambaqab shu jamiyatni saqlab, shu jamiyatni yashartib kelayotgan Uyg'urlarga agar Jungo savdo urushiga kirib, bu iqtisodiy jihatda bir gumron vayron bo'ldigan ish bo'lsa, Uyg'urlarni Xudo o'zi saqlasin. Iqtisodiy jihatdan shunday deymiz, Uyg'urlarni Xudo o'zi saqlasin. Lekin bu savdo urushimi bo'lmasin, biz aytgan dedik, tinch qilib har qanday masala tinch bo'ladi, hal bo'lsin deymiz. Bu bizning
Biz Pradalığına emas, barlıq hükümetlə partiyalarının göz qarışımı şundaqdı. Belki Cungo üzümü bu rayında uruş oluşdu xalamaydı. Eğer Çavşar rayında uruş oladigan, dəhşətli uruş oladigan bolsa bu Cungo özü şu yerdə tek tura alamdı, turamamdı, bu ağır gap vatandaşım, ağır gap. Lekin hazır muşa yılın ahırda yoki yangi yıldan başlap Cungo o'ttirisida savdo urushi bo'ladi. Bu urush balki vayron qilish xarakterlik urush deb ko'rsatdi boshda kelishadi. Biz ham sizlarga shunday yetkazdik. Mening hayron qoladiganim, zodi bu 1 yil ichida Cungo Amerikaga nima Çavuşanga nima besim ishlatdi. Amerikaning samimiyati, Cungo hamkorlashib Çavuşanga besim ishlatdi degan samimiyati qanchalik ijobiy javobga erishadi deb men sizlarga ham Müşlik siyasət davatqan paytam, şunda sual qoydum.